Bugün bize İşanç Dükkanı'na geldik. İşanç Dükkanı'nda 20, 21, 22 iyun günleri aksiya, yani 70% aksiya başlanıptı. Bular navla içine navla giradi, mayish texnikalarning qaysilari chegirma asosida satılıp başlandı. Birgalikda ko'rib chiqamiz. Ha, asosiysi birisini aytib o'ting. Bu to'lov oldindan yo'q, bir dona pasport evazina qilinadi ekan. Demak, bular nechik bo'ladi? Hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, biz hozir ichana girib oldik. Mutaxassis Elbek og'amiz bilan bugun nov chegirmalar bo'lishini birgalikda bilib olamiz. Avvalambor assalomu alaykum, yaxshimisiz? Novlar chegirma bo'lib turibdi hozir. Do'konimizda deyarli barcha turdagi mahsulotlarimiz chegirmalar turibdi. Bir qatordan sekin ko'rsatib boramiz. Hop, bo'ldi. Qani birgalikda ketaylik, qani novlar bor, novlarni chegirmaga qo'yildi. Misol uchun telefonlarimizdan boshlasak, 60% chegirma bo'lib turibdi. Telefonimizni oladigan bo'lsak, misol uchun 60% chegirma bilan 116 ming so'm bo'lgan oylik to'lov keyingidan to'lab boshlaydi bu summani. Keyingi oydan, bu oydan emas, to'g'rimi? Keyingidan to'lab boshlaydi. 12 oyga bo'lib to'laveradi shu summani. Bu yerda juda ham ko'plab telefonlarning markalari bor ekan. Deyarli hamma Androidlarni hammasi 60%, 45%, 50% ish qilib ko'plab chegirmalar bor ekan. Bu yerda undan tashqari ko'rishim bo'yicha bu yerda mikrovolnovkalar ham bor ekan, monitorlar. Bular ozgina tanishtiring. Misol uchun avtomagnitolalarimiz 45% chegirma turibdi. 69 ming so'mdan chiqib turibdi oylik to'lovi. Misol uchun. Agarda u yo'q ko'raman desangiz, boshqa turdagi mahsulotlarimiz ham 40%, 45%, 70% chegirmalarimiz bo'lib turibdi. Qarang, bularni oldindan to'lamaydidan, birinchi oydan to'lamay, keyingi oydan to'lab boshlaydi. Hammasi liboyni. Shu qo'lni ushlagan narsasini. Qo'lni ushlaydi, keyingidan to'lab boshlaydi. Tushunadi. Bu yerda konditsioner ham bor ekan. Samsung o'zlarimizning mashhur Samsung brendiga konditsionerlarimiz ham bor ekan. Bu 45% tushgan ekan, bak, adashmasam. 12 oya 429.900 so'mdan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi ekan. Og'alar, ko'rdingizmi, bu yerda chegirmalarimiz juda ham ko'plab bor ekan. Bu yerda undan tashqari boshqa konditsionerlarimiz ham 40% gacha. Undan tashqari Clio degan konditsionerimiz bor ekan. Warm. Agar avtomobillarga qiziqadigan bo'lsangiz, avtomobillarning narsalari, ehtiyot qismlari deysizmi yoki ehtiyot qism emas, ya'ni ichondagi narsalari tuning deb aytaman bu narsasi. Tuninglari, radarlarimiz ham chegirmaga tushgan, bemalol xarid qilsangiz da bo'ladi. Elbek aka, bu yerda yana novlar chegirmaga tushgan hozir. Bu yerda endi asosiy ko'rsatib qo'yganimiz shu yerda, lekin bunda ham assortimentimiz ko'p, bir qatordan ham ko'rsatib ketaveramiz. Ya'ni undan oldin avtomobillarni chegirma, shu avtomobillarni qatoridan o'tsakdan, ya'ni shu aksessuarlari, boshqa narsalarni bir chetdan ko'rib chiqdik. Xo'sh, undan tashqari adashmasam, hozir biz ko'rsatib o'tganimizdan tashqari bu yerda yana chegirma bor ekan avtomobil. Telefonlarimizda, printerlarimizda chegirmalarimiz ko'p. Notebooklar ham shunday ekan, 20% chegirmada, 30% bonusi bor ekan. Tushuntirib o'tadigan bo'lsak, misol uchun, yana 3 dona turibdi, qolgan tanlaydi. Misol uchun, ya 20% chegirma yoki 25% bonus yoki 0.6 dan aksiyamiz, 0.6 aksiyamizda o'zini summasini to'g'ri 6 oy bo'lib oladi. Bundan to'lov keyingidan chiqadi. Bir narsani tushuntirib o'ting. Hozir bu yerda minus 20% deb tursiz, keyin 25% bonus deb. Buni nechik bo'ladi? Xohlagan tanlaydi. Misol uchun 20% chegirma tanlagan bo'lsa, o'zini summasidan 20% chegirma tanladi. Bonus tanlagan bo'lsa, yana summasidan 25% bonus chiqarib beramiz. Do'kondagi qolgan narsasini tanlab olib ketaverasiz. Siz chegirmadagi summasini o'zini qo'lga berasiz, bu yerdagi xohlagan shu summasini yetadigan narsani olib ketishi mumkin, ha? Uchinchisi esa 0.6 dan aksiyamiz. Bunda o'zini summasini to'g'ri 6 oy bo'lib oladi. Keyingidan chiqadi, bam 7 oy hisoblanadi pastda. Tushunadi. Dimzo'r ekan. Xo'p, avtomobillar tarafini o'tadigan bo'lsak, bu yerda hozir adashmasam avtomagnitolalar ekan. Bu yerda adashmasam Pioneer bu juda ham bir brendga ega bo'lgan, juda ham yaxshi zo'r avtomagnitolalarni bemalol xarid qilsangiz bo'ladi ekan. Bu yerda minus 15% gacha bor ekan. Bemalol kelsangiz bo'ladi. Ayniqsa dups-dupslarga qiziqadiganlar bo'ladigan bo'lsa, avtomobillaringizga bemalol qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda undan tashqari adashmasam avtobar bor ekan. Keyin Malibu, menimcha Gentraniki bor. Gentraniki avtobar ekan. Qaranglar, 70% chegirmada avvalo 12 oya 25.700 so'mdan tushadi ekan. Menimcha buning narx bosh keladi yo'q, menimcha dahshat chegirma sotilgan. Menimcha 25.000 so'mdan avvalo bosh keladi ham ishlatib turibsizlar-ku. Menimcha bunday narsa olib o'zingizni avtomobilingizni chiroyli qilib qo'ysangiz zo'r bo'ladi. Bundan tashqari ham ko'rsak, 45% chegirma turibdi, 31.000 so'm, 36.000 so'mdan chiqib turibdi oylik to'lovlari. Dahshat shunda. Malibuniki, Cobaltniki, bu avtomobilnikini bilmadim. Ish qilib, shularni bemalol, короче, mashina
Mashinangizni ichida novla kerak bo'ladigan bo'lsa, bu yerda hammasi 30% dan 40% dan 50% dan hammasi chegirmay qo'yilgan. Ishda ko'rib turganingizdek, hozir men hammasini bir chetdan aytib o'tmayman. O'zingizga eslasizlar, bemalol xarid qilsangizlar bo'ladi. Asosiysi sifatli va garantiyasi bilan bo'ladi. Undan tashqari rullar ham bor ekan. 15%, 30%lik chegirmada o zo'r ekan, lekin ana Malibu'niki ham bor ekan. Menimcha foydalanish kerak. Og'alar, bu yerda ko'plab avtomobil sizmi-ku, maishiy texnika deysizmi, hammasini chegirma qo'yilgan, to'g'rimi? Bir chetdan ko'rib qarang, hozir biz erkaklar dedik, xotinlar ham, ayollarimiz ham bo'lgan bir chegirmalar bor ekan. Kirmashinalarni ko'rsatamiz. Undan tashqari zibi zinatlardan, bu yerda oltinlarimizda hammasini chegirma bo'lib turibdi. 15%, 20%. Shularni bir ko'rib o'taylik bir chetdan. Qarang, endi ayollarimiz ham baribir chiroyli narsalar, shunday oltinlarga qiziqadilar. Oltinlar inchi ko'p turibdi hozir bu yerda. Ular ham shu chegirmasi bormi? Zargarlik buyumlarini o'tadigan bo'lsak, hozir oltinlarimizda, zargarlik buyumlarimizda birinchi qo'l bo'ladi. O'zimiz akab beramiz. 15-20% chegirma bilan sotib beramiz. O'zini summasidan chegirma bo'ladi. Bamsakkamning to'lovlari kengaydan chiqadi. Qarang, og'a, masalan, aldandan puli bo'lmaydigan bo'lsa, bundan chiqib oladi. Masalan, puli yo'q, lekin kelib shunday narsa xarid qilsak, bundan bir shartlari bormi? Bir dona pasporti bilan keladi. Shartnoma tuzib beramiz. Shu kengaydan to'lovlari chiqadi, kengaydan to'lab qo'shiladi. Ayollarimiz ana oltin sovg'a qiladigan bo'lsa, zebi zinatlarni yana birinchi qo'l ekan, hech qanday ustidan uning ko'p qo'yilmaydi. Bilasizlar, birinchi qo'l bo'lgandan keyin baribir arzon narxlarda bo'ladi. Bemalol kelib xarid qilsangiz bo'ladi. Bu yerda yuzuk deysizmi, bilaguzuk deysizmi, ishqil braslet deysizmi, hammasini menimcha ayollar buni ko'rib turgan bo'lsa, yaxshi tushunadi. To'g'risi erkaklar uncha tushunmaydi. Shuning uchun to'liqroq ma'lumotni biladigan bo'lsangiz, Imberga kelsangizlar, ishonch do'konida bemalol bilib olsangiz bo'ladi. Aytib o'ting, og'alar, 20% gacha chegirma bo'lib turibdi. Menimcha ham birinchi qo'l, ham 20% chegirma bu hamma bo'lmaydi. Demak, biz davom etamiz. Bilasiz, hozirgi kunda O'zbekiston jahon chempionatidan chiqdi. Baribir zo'r sifatli televizorda ko'rishga nega yetsin deymiz. Og'a, televizorlar ham chegirmalar boshlandimi? Televizorlarimizda 15% dan 40% gacha chegirmalarimiz o'tibdi. Anshadan ko'rsatib o'tib ketaveramiz. Qaysi markalarga ko'proq hozirgi kunda? Artellarimizda Shivaki, Avalon, LG, Samsung brendlari olib ketaveradi. Deyarli barcha turdagi televizorlarimizda chegirmalarimiz ham bor. Og'alar, qaranglar, men to'g'risini aytadigan bo'lsam, Shivakini o'zim ham uyimda qo'yganman. Televizor juda ham zo'r sifatli ko'rsatadi. To'g'risi tavsiya etaman. Shivaki deysizmi, Artel deysizmi, Premier deysizmi, bemalol kelib shu yerdan 40% gacha chegirma. Qani bir chetdan televizorlarni ko'rib chiqaramiz. Xo'sh, televizorlarning assortimenti juda ham ko'p ekan. Bu yerda kattalar ham bor ekan. Xo'sh, bom 20% chegirma. Chalik bu? Televizorimiz 75lik. 75lik. Menimcha zo'r narxlarda qo'yilgan. Kattalari 25% bor ekan bu yerda. Umuman men hozir to'liqroq ma'lumot berib o'tish niyatim bor, lekin kelib o'zlaringiz ko'rib, sifatini ko'rib o'zingiz baho berasiz. Bu yerda aytib o'tganim, xohlagan turdagi televizorlarimizni 40% gacha bo'lgan narxlarda bemalol kelib xarid qilsangiz bo'ladi. Yana aytib o'taman, bir dona pasport evazini. Menimcha bu imkoniyat boshqa do'konlarda bo'lmasa kerak va ayollarimiz uchun ham juda ham zo'r chegirmalar bo'lib turibdi ekan. Ya'ni kir mashin bo'yicha, avtomat kir mashin bo'yicha hozir ham bir chetdan ko'rib chiqamiz. Demak, biz hozir kir mashinlarni qatorini o'tdik. Og'alar bir chetdan tanishtirib o'ting mana. Xo'p, misol uchun LG kir mashinalarimizdan boshlaymiz avtomat. 25% chegirmasi, 30% bonusi bo'lib turibdi. Misol uchun 7 kilolik LG kir mashinamiz oylik to'lov 578 ming so'mdan tushib turibdi. Bu markaning kengaygan to'lovlari chiqadi. Samsung bo'limini o'tadigan bo'lsak, Samsunglarimizda 30% chegirmasi bo'lib turibdi. 30% chegirmasi bilan oylik to'lov 512 ming so'mdan chiqib turibdi. Buni sekin boshqa kir mashinalarini ham ko'rsatamiz. Bu yerda o'zi og'alar pochta hammasi juda ham bir chegirmada ekan-da, to'g'rimi? Xo'sh, qarang, bir chetdan tanishtirishda boshlaymiz. Qarang. Dayo kir mashinamiz o'tadigan bo'lsak, 45% chegirmasi bo'lib turibdi. Buni to'lovi 303 ming so'mdan chiqib turibdi. 12 oy, 12 oy. Qarasak, polni LG bo'limimiz 25% chegirmasi, 30% bonus hammasini olib turibdi. Yurtimizding bu yerda 9 kilolik deysizmi, 6,5 kilolik, umuman hamma kilodagi LG'larimiz va menimcha adashmasam mana bu bedang avvalroq 70 inch avvalonlar ham xohlagan turdagi avtomatlaringizni xarid qilsangiz bo'ladi. Og'amiz sal uyalib turibdi, shunga e'tibor bermaysizlar. O'zi ko'p ma'lumotlarni o'zimdan oldim. Bizda bilasizlar, Xorazmda ko'proq kamera gakkasa ko'p gaplar o'tirmaydi, lekin kamera ortimda juda ham yaxshi gap deydilar. Shuning uchun biz davom etamiz. Yurtimizning LG'larimiz va o'zlarimizning mahsulotlarimiz ham bemalol chegirma asosida xarid qilsangizlar bo'ladi. Xoldinglar qatorini o'tdik. Xoldinglar ham xoldinglarimiz bonuslarda juda ham bir chegirmada ekanlar.
qarang, og'a, bu yerda hozir xolodilniklarimizni arteli bor ekan, shivakisi bor ekan. Qaysilari Inashdan chegirmada? boshlab ketaveramiz. Misol uchun, Premierlarimizda 20% chegirmasi bo'lib turibdi. Oylik to'lov 329 ming so'mdan chiqib turibdi. 70 shotadan bo'lsak 304 ming so'mdan chiqib turibdi oylik to'lovi. Hamda 40% chegirma turgan xolodilniklarimiz bor. Buni o'tadan bo'lsak 2.885 ming so'mdan xolodilnikimiz Premierniki zavod narxidan turibdi. Optim narx keladi. Bu kichkina to'q, masalan, to'q kam bo'lsa ham ishlayveradi bular. Ekonomishni bo'ladi. Ekonomishni bo'ladi. Tushunarli. Go'rtong'izning xolodilnikingizni o'zingiz uyingizga qarab moslab olaverasizlar. Undan tashqari, xolodilnikdan tashqari agar tadbirkorlik qilaman, biznes qilaman deydigan bo'lsangiz, ya marojin sotaman, boshqa deydigan bo'lsangiz ham muzlatgichlar ham bor ekan, muzlatgichlar ham bor ekan. Bu yerda har xil turdagisi bor. Bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Yana misol uchun shu muzlatgichimiz ham 20% chegirmada ekan, 25% bonus ekan. Oyina 579 ming so'mdan chiqadi ekan. Bemalol kelib xarid qilsangiz bo'ladi. Menimcha tadbirkorlar u narsalar domam og'irlik aytmaydi. 70 bo'ladimi? Artel, Shivaki 20%, 30% chegirma chiqibdi ko'radigan mahsulotlar. Menimcha bu yerda ko'rib Premier, Shivaki, boshqa mahsulotlarimizni bemalol kelib xarid qilsangiz bo'ladi. Hammasi bilasizlar sifat darajasida va nodidi sinovdan o'tgan narsalar hammasi. Menimcha xarid qilsangiz arziydi va biz hozir eng ko'p trendda bo'lib turgan, baribir yozda ko'pincha salqinda o'tiradigan bo'lsangizlar, baribir konditsioner kerak bo'ladi. Konditsionerimiz ham juda ham chegirma tushgan, to'g'rimi, Elbek aka? Shular konditsioner bir ko'rsatib o'tali. Biz hozir konditsioner bo'limidamiz. Bizlar chegirmalar bilan tanishtirib o'ting. Konditsionerlarimizda 15% dan 40% gacha chegirmalarimiz bo'lib turibdi. Misol uchun, avgust konditsionerimizdan boshlaymiz. 20% chegirmasi bilan 478 ming so'mdan chiqib turibdi oylik to'lovlari. Boshqa turdagi konditsionerlarimizni ham ko'rsatadigan bo'lsak, misol uchun 40% chegirma turgan Premier konditsionerlarimiz bor. 15% bo'ladi, 20% bo'ladi, 25% bo'ladi. Brendini qaraladi. Tushunarli. Bu yerda eng bir mashhur bo'lib turgan, hozirgi kunda trendda bo'lib turgan Avalon konditsionerimiz bor ekan. Avvalgi narxicha so'madi buni. Avalonimiz avval 10 million atrofida sotilgan. Hozir zavod narxida 6.9 ming so'm bo'lib turibdi, 12 lekin. Tushunarli. Bu Wi-Fi, interyer, hamma bor ekan. Hammasi bo'ladi. Turlari bor ekan. Og'alar, ko'rib bu yerda Premier deysizmi, Artel deysizmi yoki Shivaki deysizmi, umuman Avalon deysizmi, hamma konditsionerimiz chegirmaga qo'yilgan. Bemalol kelib shu yerda o'zingiz ko'rib foydalansangiz bo'ladi. Asosiysi bir dona pasport evazini, boshqa oldindan to'lov yo'q. Bemalol kelib shu yerda xarid qilsangiz bo'ladi. Hozir yozda baribir buzdinglarda hazatib o'tirganlar nayesi, navdeysizlar. Baribir bu yerda hozir sizlarga maishiy texnikalarni, skidkalarni ko'rsatib o'tamiz, lekin bu yerda boshqa texnikalarimiz ham bor. Qo'qo'nil deysizmi yoki mebellarimiz yoki idish tovoq, boshqa hammasi yoki tikuv mashinalar deysizmi, hammasini shu yerda xarid qilsangiz bo'ladi. Asosiysi chegirma narxlarda va arzonroq qilib beradilar. Asosiysi hammasini garantiya beriladi, to'g'rimi? 24 dan ham ko'rsatadigan bo'lsak, 24 lik. Ko'proq kafelar yoki kattaroq uylar. Bular ham 15%, 20%, 25% chegirmalarimiz o'tibdi, keladi. Mana shu aytgan tartibda bo'ladi. Mahsulotni ikkitadi, shartnoma tuzib, to'lovlari keyingidan chiqadi. Keyingi oydan to'layverasiz. Og'alar, ikkitasidan bir oy aziyat ishlasizlar, keyin ana keyingi oydan bemalol rozi bo'lib to'layverasizlar. Aytchakim, pastda nomer qoldiramiz, bemalol telefon etib, manzillarni ham tushuntirib beradigan bo'lsam, manzilimiz Favora kafeni do'risida joylashgan. Bemalol kelaverasizlar. O'zi mushunda ishonchli katta zdaniya. Aytchakim, juda ham ko'plab assortiment bor, men hammasini ko'rsatib o'tmayman. Bemalol kelsangizlar, bir set aylanguncha biz faqat chegirmalarni sizlarga ko'rsatib o'tdik. Bemalol kelib shu yerda hammasidan bemalol ko'rib, o'tirib, turib, yotib o'zingiz xarid qilsangiz bo'ladi. Asosiysi uyingizgacha chiroyli qilib yetkazib beradi. Yetkazib berish xizmatlari ham bor, to'g'rimi? Besplatno bo'ladi. Foydalanish kerak, og'alar. Prosta foydalanish kerak. Kelib shu narsalardan xarid qilsangiz, menimcha Nurustan a'lo nur bo'ladi yoki yaqin do'stlaringizga yoki oilangizga sovg'a qilsangiz bo'ladi. Asosiysi chegirma narxlarda 70%, 60% gacha chegirmalarimiz ham bor ekan. Menimcha foydalanish kerak. Endi mebelda o'tdik, og'a, mebellar ham sal bo'lsa ham chegirmalarni tanishtirib o'tamiz. Mebellarni tushuntiradigan bo'lsak, barcha turdagi mebellarimizda chegirmalar bo'lib turibdi hozirda. Xohlasa 15% chegirma tanlaydi, xohlasa 20% bonus chiqarib beramiz yoki bo'lmasa 006 degan aksiyamiz, 006 ham o'zini summasini to'g'ri 6 oyga bo'lib beramiz. Bundan to'lovlari keyingi oydan chiqadi, 7 oy hisoblanadi boshqa. Oldidan to'lov yo'q, oylik ustamasi yo'q. Ustama ish 6 oyga bo'lib to'laydi. O'zini summasini to'g'ri 6 oyga bo'lib to'lab oladi. Tushunarli. Og'alar, foydalanish kerak. Menimcha zo'r imkoniyat. Nodid bu yerda
hozir assortiment juda ham ko'p. Misol uchun shu mebellarimiz ham shu 006 aksiyasidan tushgan. Bular ham xarid qilsangiz bo'ladi. O'zingiz uyingizni dizaynini qarab o'zgartirib, chiroyli qilib qo'ysangiz bo'ladi. Menimcha foydalanish kerak. Assortiment hozir bu yerda 20-30 xildan ko'p ekan. Shuning uchun foydalanib ko'rsak mebel, bon taraflardan mebel. Xolos, yozda ko'chada o'tiradiganlarimiz ham bor ekan. Undan tashqari kuxniyalar uchun ham bor ekan. Masalan, kuxniyangizda o'zingiz ustal qiladigan bo'lsangiz ham har xillari bor. Bemalol kelsangiz bo'ladi. Aytib o'tganim maishiy texnikalari juda ham ko'plablari bu yerda hozir chegirmaya qo'yilgan. Foydalanib qolish kerak. 006 aksiyasi esa menimcha eng samarali aksiyalardan biri, chunki oldindan to'lov yo'q, oldindan ustamasi yo'q. 6 oy o'zini pulini bo'lib to'lashingiz mumkin ekan. Yurtimizda g'ollarimiz ham bor ekan bu yerda. Aytib o'tganim, novi bo'ladigan bo'lsa, novi kerak bo'ladigan bo'lsa, uyingizda hammasini shu yerdan xarid qilsangizlar bo'ladi. To'g'rimi, Elbek aka? To'g'ri. Endi tushuntirib o'ting. Faqat bir dona pasportdan keladigan bir narsalarni xarid qilib ketadi, to'g'rimi? Asosiy bir dona pasport bo'ladi. Tushunarli. Hech qanday kredit, boshqa narsa, ularni narsalarni beraganda gaplashib olamiz. Beraganda shartnoma beramiz, ko'p tekshirib beradi. Tushunarli. Demak, ko'p gaplab o'tiramiz, pastdan nomer qoldiramiz, bemalol telefon etib kelsangizlar bo'ladi.